Har birimiz farovon, adolatli jamiyatda yashashni xohlaymiz. Ammo taraqqiyotga to'sqinlik qiladigan bir illat bor. Bu korrupsiya. Korrupsiya bu mansab yoki vakolatni shaxsiy manfaat uchun suiiste'mol qilish, ya'ni pul, sovg'a yoki boshqa foyda evaziga adolatni buzishdir. Korrupsiya davlat rivojini sekinlashtiradi, infratuzilma yomonlashadi, ta'lim va sog'liqni saqlash zarar ko'radi, odamlarning davlatga bo'lgan ishonchi pasayadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilmoqda. Minglab huquqbuzarlik holatlari fosh etilayapti va javobgarlik oshirilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash hammamizning vazifamiz. Shuningdek, davlat ham turli tizimlarni joriy qilmoqda. Raqamlashtirish, shaffof tanlovlar, ochiq ma'lumotlar, fuqarolar nazorati, javobgarlik kuchaytirilayotganligi. Har birimiz korrupsiyaga qarshi kurashga hissa qo'sha olamiz. Shubhali holatlarni xabar qilish, pora taklifiga rad javobini berish, qonunlarga amal qilish. Bularning barchasi jamiyatni o'zgartiradi. Korrupsiyasiz jamiyat har birimizning qo'limizda. Halollikni tanlaylik, kelajakni tanlaylik.